qilichimdan o'lasan deb darvozaning yana 8 joyidan zanjir belib turgan ekan. Ana shunda hop bobo darvozani och. Bolam darvozani haqini bermasang ochilmaydi. Oldin Chambil elga kelgan bo'lmasam, Ahmadning mehmoni bo'lgan bo'lmasam, sening darvozaning ostidan o'tgan bo'lmasam, darvozaning narxi qancha bobo? Mana töbaning boshi huchchi, oynalib qoladi kaldirchi, ostida minib yurgan oting o'yinchi, darvozaning haqi bolam 10 metingdan 5 mitcha tashabiga ko'mayman dedi. Nafsi jamoatlik qo'ynağı bobo 5 o'tilab yurgan ekan, 2 nasiya bo'lsa ham 3-ni noq qilaman, shu o'qog'ir darvozadan chiqqancha kayfim bo'lmay chaqqilaman degan ekan. Ana shunda mehmon qizam qilib jardi. Nima qilasan? Bobo, Chambildan nima tegin? Darvoza tegin ekan. Ot maydonda jilaga jigirim xizmatni qilag'ay. 5 mitchi bo'lsa 5-ni ham 10 metimdan olag'ay. Agar ololmasang bobo, o'zangima jetmay o'lag'ay dedi.